Ondan sonra başlayıvergin ha. Assalamualaikum Tuğluqqa, assalamualaikum İlyarqa. Qandarak yaxshi turgansizlar o'zinglar? Va alaykum assalom Ümit. Va alaykum assalom İlyar. Qanday ahvolinglar o'zinglarchi? Yaxshi bizmi? Allohga shukr. Alaykum assalom. Minglarning ro'zisi. Alloh qabul qilsin. Yaxshi turyapmiz degan bilan o'z ko'rishib turganimiz yaxshi bo'ldi. Virusning dardida hammamiz uyga qopnib qoldik. Şu asas jihatdan hammamiz uyda majbur uyda solinib qoldik. Hamda bütün Sharq Turkistonlik qarindoshlarning va musulmon qarindoshlarning Ramazon bayrami muborak bo'lsin. Tutgan ro'zalarimiz, ibodatlarimiz Alloh taolo qabul qilsin inshaalloh. Bugun deyishganimizdek ham bu yerda riyaga kelinmagandan keyin hozir to'g'ri orqali bo'lsinmi bir jam bo'laylik degan maqsadimiz hamda o'sha oxirgi mezgillarda xalqimiz orasida nurg'un muhim mazmunlar hamda tortishilib kelyapti-da, o'tirg'i chiqyapti. Biri shu mustaqillik ruhini yetildirish, xalqimizningki mustaqillik ruhini yetildirish, uningki shu tashkilotlar, organlarningki mustaqillikqa bo'lgan harakatlarni qanday etib berish kerakligi. Undan keyin korona Xitoy virusi mezgilida hamda bu Sharq Turkiston davosiningki bu sakinlardan chiqayotganligi. Oxirgi mezgillarda nihoyat avjiga olgan bu Sharq Turkiston davosi Uyg'urlarningki bu masalalari, lager masalalari meydandan tushib kelyapti-da, sahnadan tushib kelyapti hozir. Hamda mushu sahnadan tushib qolgan tushib kelishda bu Xitoy virusi ninki temalari avjiga ketib qolgan vaqtda hamda bu Sharq Turkiston surgundi hukumati nimishlarni qilyapmiz va nimishlarni qilishimiz kerak va degandek xalqimizga murojaat haqida bir suhbatlashaylik deb keldik. Shuning uchun hozir endi mushu Xitoy virusininki temalari avjiga ketib qolgan bu ig'ir vaboninki ta'siri dunyoni qoplagan bu sharoitda Sharq Turkiston surgundi hukumati nimishlarni qilyapti. Va undan keyin bu Xitoy virusi dek bu ofatninki butun yerda mushu tema so'zilayotgan butun dunyoninki nazari mushuningga qadalgan bir vaqtda biz bu fursatni qanday qilib Sharq Turkiston mustaqillik davosi uchun xizmat qila olamiz degan temalarda biz so'zlashsak deb bir yerga keldik. Shuning uchun ham bu yerda erkin suhbat bo'ladi. Shu oldi bilan ham Tuğluqqa sen Sharq Turkiston surgundi hukumatiningki bosh ministri bo'lish suhbati bilan Sharq Turkiston surgundi hukumati bu vaqtda nimishlarni qilyapti, nimishlarni qilyapmiz deganda bir azroq xalqimizga bir tushuncha bergan bo'lsam. Bo'ldi. Assalomu alaykum bütün dunyodagi barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Oldi bilan shu Ramazon oyinglarga chin ko'nglimizdan tabriklaymiz. Ramazon oyida oila tavoqlar bilan birlikda bo'lib shu turmushinglarningki xotirjamligi, xizmatinglarning utuqligi. Shu bilan bir hamda bizning shu Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun duo qilishinglarni orzulaymiz. Hamda Sharq Turkiston surgundi hukumatiningki konkret nima ishlarni qilib keldik deganda biz shu bulto saylamdan keyin hamda yangidan shakllangan Sharq Turkiston surgundi hukumati hamda izchil holda shu boshdan tortib hozirgacha shu bir shuarni maqsad qilib, ya'ni shu Sharq Turkistonning mustaqilligini qanday qilib shu dunyodagi cho'ng davlat, kichik davlat bo'lamdi, dunyo jamoatiga shu irodamizni yetkazish deganni biz bosh nuqta qildik. Konkret nima ishlarni qilib keldik deganda albatta shu
Amerika prezidentidan tortib shu BDP'ninki shu bosh general sekretariyligicha biz ayrim holda xatlarni uch xatlarni yozdik. Buningda bizning Sharq Turkiston sürgün hukumatimizningki shu Sharq Turkistonning mustaqilligini talab qildigan. Faqat bizning shu birdan bir shu maqsadda bo'lganligimizni biz ochiq xatlar orqali yozdik. Bu xatlarni biz shu sürgün hukumatning tor betiga, andikin sürgün hukumatning Facebook page'lariga e'lon qildik. Bu xatlarning nusxalarini o'zingizlar ayrim ko'rib olsanglar bo'ldi. Endi shu narsada bo'yicha biz ish qilib yo'tyapmiz. Endi biz shu endi bundan burun koronavirus avjib ketgandan burun, Xitoy virus avjishdan burun biz shu kongress a'zolari bilan andin senato a'zolari bilan ayrim ko'rishib, yuztirani ko'rishib, ularga abay deb o'tgandek maqsadlarni yetkazdik. Andan keyin shu jihatdami bir yuztirani ko'rishadigan appointmentlarni olgandik. Lekin tuyuqsizda bu 2 oydan boshlab qo'yaymi? 2 oydan boshlab bu butun Amerikaning hukumatiningki nuqtasi endi shu virusga bo'lib ketgandan keyin ko'rishadigan ishlarni qilamiz. Lekin xatlarni yana davomli yozib kelyapmiz. Shu ishlarni qilyapmiz. Endi namoyishlar va boshqa faoliyatlarni endi jamoatni to'playdigan faoliyatlarni endi men yaqindan beri biroz to'xtalib qoldi. Buni xalqimiz to'g'ri tushundi deymiz. Endi shunchalik tanishtirdik. Endi qolgan qo'shimcha endi unutib qolgan yerlar bo'lsa, qani İlyar, Ümit ikkinlar qo'shimcha bo'ladi. Sanglar bo'ladi. Endi mau yana shu sendan bir narsani so'ray dedim. Endi shu Amerikada sen endi Amerikada yashayotganga o'shadagi Ilyarkamdan mendan Amerikada yashayotgan xeyli Uyg'urdan burun kelgan birisi endi sen. Amerikani o'shada yashayotgan Uyg'urlarning ichida eng jiq yashagan birisi bo'lish suhbating bilan mijada bir xalqimiz arasida nəhayət g'ulg'ulayotgan bir masala borda. Amerikada va yoki Amerika siyosatchilariga Sharq Turkistonning mustaqilligini talab qilaman desa, bular sening gapingni anglamaydi, quloqmi solmaydi deydigan bir gap bor endi. Albatta, bu Amerika Xitoy bilan emas, har qanday boshqa bir davlat bilan o'zininki muttafiki bilan, ya'ni bu yerda davlat bilan davlat orasidagi bir munosabatlarda ochiq oshkora men Sharq Turkistonninki mustaqilligini talab biz qo'llaymiz deb beramaydi endi Amerika olsun, mayli qaysi davlat olsun. Ammo astirtin qo'llash degan bir narsa bor. Masalan, buning tipik o'rnaklaridan birisi mesela Türkiye'ninki uçuk aşkara Türkiye bilen korallık tokunuşta korallık sokuşuvatkan yıllardan beri 30-40 yılın yağı Türkiye'ye aram bermevatkan PKK degen bir teşkilatı var mesela. Yani bunu hatta nurgun devletler terörist teşkilatı dep atagan. Ama Mao Suriye uruşu çıkkandan keyin bu PKK'ninki üniformasını almashtırıp astirtin G'arb elleri bazı şu demokratik devletler mi bu PKK'nın ismini almashtırıp YPG degandek va yoki boshqa tashkilotning ismlarini qo'yish orqali bularga astirtin yordam qilganlik nurg'un isbotlar bor bu yerda. Endi Amerikada boya deganimdek sen uzun yillarning yashab kelyapsa, bizga qaraganda buningda sen to'g'ri javob bera olasizlar deb o'ylayman. Hem Sharq Turkiston sürgünlük hükümetining bosh ministri olarak bo'lib, hem bir yerda Amerikada uzundan yashab kelayotgan, hem mishada Amerikada o'zininki nurg'un bilim sohasida ishlayotgan birisi. Bo'lish sufti bilan bir so'zlab bersam, mishada Amerika siyosatchilariga va yoki Amerikada Sharq Turkistonning mustaqilligini talab qilaman desa, anglamaydi, gapingga quloq solmaydi degan gap to'g'rimi? Bu gap albatta bir og'iz javob bersam, bu nihoyatda xato bir ko'z qarash. Bu xato.
Nima uchun deganda men bir yanılmış Sharq Turkiston sürgün hükümetining taraqqiy jarayonini bir eslab o'tay. Mesela 15 yıl burun Sharq Turkiston sürgün hükümeti kurulgan çağda Amerika'nın paytaxtı bo'lgan Washington'da şu Kongres binasının içinde şu kurulgan u yerda. Jakalanganda. Şu yerda jakalagan çağda şu vaqtida mesela muşu işler arlaşkan, bununla İlyar arlaşkan, mem arlaşkan şu vaqtlarda bilimiz. U yerda bo'lgan talab, u yerda şu Sharq Turkistonning mustaqilligini degan talab bilan bu bo'lgan ishlar bu. U yerda hatta şu vaqtlarda şu Kongres a'zolari bo'lamdi, senato a'zolari bo'lamdi, şu vaqtlarda bulardan xabari bo'pti. Hatta men şu vaqtlarda aralashgan bir qancha yerlarda bizning sungan dokladlar, yozgan xatlar, o'tkazgan suhbatlarda hammasida biz mustaqillik degan narsani o'tirgan. Albatta sen abay deb o'tgandek bular hamda bizga bir narsani biz hamda bizga shuning Sharq Turkistonning mustaqilligi to'g'riliq talablarga albatta ular ochiq pozitsiya bildirmaydi. Lekin astirqishatdan yanıla bunu qo'llaydiganligini ifodalagan nurg'un senato kongres a'zolarim bor. Hamda uzun yer ketmayli, ama yaqinda bo'lgan, masalan o'tgan yili 11-oylarda biz şu Amerika'nın senatorları bilan ko'rishgan chaqda bizning ularga sungan dokladlarimiz, o'tkazgan suhbatlarimizda nihoyat ochiq bizning bu yerda boshqa maqsad emas, faqat shu Sharq Turkistonning mustaqilligini talab qilish oldinlarga keldi degan mazmunda bor bu yerda. Biz kishilik huquq to'g'riliq yoki bir self determination demdik, o'zini o'z taqdirini o'zi belgilash. Bu to'g'riliq biz bir yig'iz gaplashmadik. Bizning deydiganimiz nihoyat aniq bu yerda. Shu gaplarni dedik, shu vaqtlarda kongres a'zolari, senatorlar bu yerda bundaq qilsanglar bo'lmaydi degan gaplarni qilmagan. Hamda abayqi sen degan ashada buni qabul qilolmaydi degan ashtaq quruq safsatlarninki buningki mening shaxsiy fikrimcha buning Xitoyning qo'li bor deb qarayman-ku. Bu yerda faqat nima maqsad bilan degan chaqda shu muhaciratdagi Sharq Turkistonliklarning shu mustaqil davosini haliqi azra men ham suslashtirish deymanda, mustaqil davosini birinchi qadamda va mustaqillik bo'lmasimi bularda erkinlikli bo'lsa, demokratik tuzumda yashalaydiganlik bo'lsa, bular qabul qila oladi degan tushunchani biz tushunadigan yerimiz yo'q. Ya'ni shu Sharq Turkiston mustaqilligining belbağlıqlar düşendiğin yeri yok. Şu Xitay üçün işleydiğinlerinin şu yerde aşılarını suslaştırıp şundak kösetgenge dep qarayım. Bu to'g'riliq albatta biz nurg'un suhbatlar bo'lyapti. Bütün dünyadaki Sharq Turkistonlik shu qarindoshlarning WhatsApp'larda bo'lamdi yoki burunqin e-maillarda bo'lamdi, Facebook'larda bo'lamdi. Bu to'g'riliq nurg'un munozirlar bo'lgan. Bu yerda ularni ta'kidlab jumayman. Demak, mening birlig'iz gap Amerika bizning qanday talab qo'yganligimizni kutib turdi. Lekin biz ashta talablarni ularga degan diyarlik derecede yetkizemey ki vatımız. Elbette bununki nurgun sebepleri buldu. Bunun içinde en çok bir sebep Xitay ak direkt durup, ak direkt olup eştahlarını şu demokratikçilerini, otonomiyaçilerini, endeki iradesi biraz boş. Xitay bizge demokratik erkinlikni ba'sila biz shularla yashab ketalaymiz deganlarni qo'llaydi. Shuni bo'layotgan gap. Men tushuntirib o'tay, ham savoling murakkab savol. Rahmat to'g'liqqa endi o'shada ilyarkam 2 yillarga yana bir savol. Endi shu Amerika bizni qo'llamaydi va yoki Amerika biz mustaqillik talab qilsak gapimizga quloq solmaydi deyilayotganda va bu yerda NED degan bir yer bor, National Endowment for Democracy. For Democracy. Mushu NED degan bu zot qandaq bir organ. Bu xuddi hozir Uyg'urlarga
Bizning xalqarada bu Sharq Turkiston xalqiga bu NED degan ya'ni xuddi butun bir Amerikadagi tushuntirishi bor-da bu yerda. Bu amaliyotda NED degan bir foundation, bir vaqf hamda hisobda. Uyg'urcha asli turk tilida esa bir vaqfa bu. Bu bir oddiy bir foundation'ni xuddi butun Amerikaninki qaror mexanizmidek tonishtirish bor. Bu NED degan zot qanday ya mushuning qanday qarashlashdinglarmi? İlyar Bu NED abim özümü de büttüm vakıf foundation bir vakıf bu Amerika parlamentosununki kuruluş bilen içilgan bir vakıf. Bularınki asas maksidi demokratiyanın dünyaya yaymak. Diktatör devletki hükümçilerge demokratiya cihatte demokratiyanın kanatlayı duruş faaliyetlerine fon cihatten yardım beriyotgan orun. Hem de bu insan hakları demokrasiya degan bizni qabul qiladigan bir qimmat qarash. Lekin bu vaqtga masalan bir millatning eng oliy organi bog'lanmaydi. Normal bir inson haqlari jamiyatlari uningga bog'lanib, ularningki iqtisoddan foydalanib, Xitoydagi inson haqlari dafsandichiligini fosh qilib, zulmni anglatib, bu shunday bir faoliyatlarni olib borsa, ben yaxshi bo'ladi deb qarayman. Masalan, qalamkashlar jamiyati oldi, Uyg'ur American Association oldi. Masalan, Tibetning eng oliy organi bo'lgan Tibet sürgün dokumenti NED'den bulamaydı. Endi çünkü bir milletin eng oliy organi ma'lum kritik masalalarga qaror beradigan bir organ bo'lishi kerak. Shunga men NED'den pul ilib harakat qilayotgan o'rinlarni Sharq Turkiston milliy davosining eng oliy organi deb qaramayman. Chunki u yerga bular o'zining qilmoqchi bo'lgan ishlari, undan keyin nizomnomalarini berdi. Bu nizomnomalarda Sharq Turkistonni mustaqil qilamiz deydigan g'oyani o'tirib qo'yolmaydi. Chunki bular asosan masalan Uyg'urlar uchun, Tibetlar uchun Xitoyni demokratiklashtirish, rule of law'ni joriy qildirish, qonun orqali davlat boshqarishni joriy qildirish, inson haqlari masalasi ixlollariga qarshi turish degandek inson haqlari masalasiga pulga o'rin. U o'rinninki Amerikada har bir o'rinning, har bir idora jamiyatning hozir menmi, senmi bir foundation qurish yoki bo'lmasa jamiyat qurish haqqimiz va u pulimizni qanday shart bilan kimlarga berishmi huquqimiz bizga oid. Ammo bir milliy da'vo bir foundationga bog'lansa, eng oliy organi bu to'g'ri bo'lmaydi deb qarayman. Hamda bu yerda bunday bir masala. U ularning berayotgan puli bakchi pul emas. Lekin Amerika hukumati masalan Tibet sürgün dokumentiga bu yil 19 milyon dollar pul verdi. Endi bu yerda nima uchun biz shu pulni ilib biz o'zimizning milliy da'volarimiz uchun foydalanmaymiz deydigan harakatni ko'mayaptimi? Bunda mulozimi yo'q o'tirdi. NED'ning puli bek az pul endi. Bir milliy da'voga nisbatan. Shunga bu yerda mening ko'z qarashim bu yerdan burun qargan hozir qanday o'qimayman. İşte ba'zi Xitoyning demokratchilarimi pul oldigan o'rin. Bu yerdan men u o'rinni tanqidligim yo'q. Masalan, u o'rinning raisimi buldi. Bizning masalamizga kelgan chaqda ilk bir mukofot berish chog'ida men Şinjan demayman, Sharq Turkiston deyman deb turib so'zildi. Demak ki NED'ning bizning vatanimizning nomini Şinjanda deydigan bir majburiyatining yo'qligi haqida bir mesaj berdi. Ammo bu 20 yilning yog'i bo'layotgan bir ish ta'tirlik. Ben yinkaga vaqtlarimizda Amerika'nın milletvekilleri, parlamentoları bunu köp dedim. Hemmesi East Türkistan deb sözletti. Buna hazır senatörler Şinjan deb sözleşişe başladı. Bunun sebebi Xitay hükümeti Amerika'nın parlament azalarına sen onda da bunda da besim işletemeydi küçük devletler işletken besimini. Özümüzden Uygurları verip şundak digizip atıldı bulağa. Mesela Tibetliler hemmesi Tibet digeşke dünyamı Tibet'teydi vardı. Şizang demeydi. Biz mesela 20 yılın yağı onu kıldık, bunu kıldık diyen bilen bir vatanımızın ismini mi çıkarmadık Amerika'da? Ne ait için işlettir efendi. Hoş bu sözde bazı neslerini. Mesela şu milli ruh meselesini azırak müzakir kılıştı.
bir milletde yaxshi yomon odamlar bo'ldi. Einsteinning bir so'zi bor. Bir dunyoda ikki turli odam bor, birisi eski, birisi yaxshilaydi. Hamma millatda mijoz yaxshi, chiqishqoq, do'stlik sodiq, vafodor, vafosiz degandek insonlar mavjud. Ba'zida Xitoyni butunlay yomon deydi, ba'zilar qo'yib Xitoyning ichida yaxshidan bor deydi. Yaxshilarni ko'rgan bo'lishi mumkin. Bu yerdagi masala bir millatning ichidagi insonlarning mijoz xulqi, axloq fazilatining yaxshi yomonlik masalasi emas. Bu yerda bizningki milliy manfaatimiz, milliy da'vorimizga munosabatlik qarshi tarafning ko'z qarashi muhim o'rinda turdi. Masalan, Xitoy millatida umumyuzlik bir xarakter bor. Dunyo endi tushunyapti Xitoyni. Bizdek yaxshi tushunmaydi dunyoning hech qaysisi. Hozir nurg'un qarindoshlarimizni bu burungi g'arb mustamlikchilarininki qarshi elib berilgan da'vo bo'yicha da'vo olib boramiz deydigan bir ideya bor. Masalan, avtonomiya, self-determination deganlar bundan kelib chiqqan. Masalan, g'arbning mustamlikchisi bo'lgan ellarda hech bir zaman u ellar bilan hukmron millat o'rtasida to'qinish yoki ziddiyat bo'lgan emas. Faqat hukumat o'rtasida. Masalan, Angliya mı, Britaniya imperiyasi mı mustamlik ellarda u yana bosh qo'ygan bojkirimlarni olgan yer osti boyliqlarini so'magan u bu. Ammo u xalqiga unda butunlay yo'q tutish taktikasini ishlatgan emas. Buningki bir misoli Hong Kong 100 yildak Britaniyaning qo'lda hozir Hong Kong Xitoy millati bo'lgan Hong Kong ona vataniga qaytishdan norozi. Angliyada qolib qolsak deydigan orzuda. Chunki millatning madaniyatiga, tiliga, g'ururiga tegmadi. U yerdan yardım foydalangan bilan. Shunga bu yerda bir narsani ayirish kerak. O'tganda bir tunugim bir Xitoy xotinni so'zlabdi. 30 yil bo'lganki, shu g'arb tutyaptini. Bizni shu yo'q tutish to'g'riliqlar. Sen bizniki davlat tilini o'rganishing kerak, so'zlashing kerak. Uni so'zlashmasang seni mushtan majbur kamplaga solib, mushunda qilganni to'g'ri davatidi. Endi Xitoylar Mao g'arb imperializmi bir yerga borsa Mao malaning yeri, biz malaning yeriga keldik deydigan bir hurmatni bildiraylik ekan. Ammo bular kelgan yerni mening olday deydi biz mala azaldan yashab kelganki, biz malani bisib oldik. Shunga bularga bizning o'zimizning bir o'zimizga kuchli bir hurmatimiz bo'lish kerak. Bularmi inson deydigan narsa yo'q. Bularning xarakterida shu Xitoy millatining milliy xarakteri bizningki shu milliy masalaga qarshi. Yomondan qo'rqish, jugashni qattiq bo'zak qilish xarakteri bor. U g'arbliklarda yo'q, bizda yo'q. Bahodirlik yo'q bularda. Bularning oldida bo'zak bo'lib qolsam, qo'liga chiqib qolsam, sana shu biz qo'limizga chiqib qolsa har qanday dushmanimizga qilmaydigan askarlikni qila oldik. Bu ishkencelerden bizning xalqimizga qilayotgan zulmlardan buni bir tushundik. Ammo aciz vaqtida bulardek yaxshi odam yo'q, zulmni olaydi ekan, kelib oyoqlarini so'ya oladi ekan, yey oladi ekan, xushomat qila oladi ekan. Endi bu shundoq bir millat ekan endi. Unda bo'lgandan keyin anandan keyin bulardagi bir o'rtoqlik shu kelgandan mening deydigan bizning masalamizga kelgan chaqda mana bir Xitoy bu zimin sizlarning zimininglardi degan gapni qilib boqmadi. Bizning yerimiz debla kommunistlarga qarshi turamiz. Kommunistni hal qilgandan keyin undan keyin sizlarning masalalaringizni so'zlashimiz deydi ekan bu demokratik Xitoylar. Ammo bularning bisvog'ini ras. Bular o'zini biladi bisvog'ini. Masalan, bir misolni deb turib 79-yilda Xitoy Vyetnamga kirgan vaqtida Sovetlar ittifoqi Manjuriya tarafından bizde Sharq Turkiston tarafından Xitoyni bo'g'ib turib hujum qilib, shunda bir harbiy harakat boshlaydi degan xabar chiqqan. Men G'uljudagi vaqtdan bir Xitoy qolmadi. Qacha qashib ketdi. Shu vaqtda Uyg'urlar yaqtisdan tutib Xitoyning tilliganlari bo'ldi. Yana bu azaldan sening yering tuqi bu hamda vatanni qo'g'daydigan vaqtda nega borsa desa shumsharab o'tirib hammasi qochdi. Demakki, ağızda degan bilan bular jurikida o'zining zimini olmag'achqa shunday bir ishlar kelganda qochdi ekan. Hamda bizcho deganda ba'zilar bu mustaqillik masalasini ideologiya deb so'zlashirdi. Bu ideologiya degan ma'lum bir falsafalashgan, ma'lum bir masalaga qarata tiklangan bir ideya.
Onu ya kabul kılsa ya kabul kılmaysa. Kapitalizm, sosyalizm, komünizm bu bir ideoloji. Onu ya kabul kılsa ya kabul kılmaysa. Ama müstakillik diyen ideoloji emas kardeşler bu. Müstakillik diyen bizden aşağı havadan nefes algan okşaş bir hakkımız bu. Bu bütün dünyada ölmüsaktan tartıp, insanlık tarihinden tartıp kelivatkan ise hiç kim müstakillik davasını bizden zeminini taşkı düşmenden, tacavuzçudan qoğdaydıgan meseleni ideolojiye tapmak mı de? Çünkü ideolojiye boğandıkken birileri kabul kılıdı, birileri kabul kılmaz. Hakkı oldu bunun ki. Biz hemmimiz kabul kılış tegişlik bir mesele bu. Hem de nöbetki vaziyetimizde bizde bir çeşilanlılık var. Mao virüs meselesi bilen Xitay bütün dünyaya virüsünü takattı. Biz 70 yılın yağı Xitay'ın üçendirip kullanmagan. Bütün dünya hazır Xitay'ın kimlikini naitumdan düşendimiş bir yılın içinde. Bir insaniyetin düşmeni işgalligini, bu Xitay'ın özünün bir baba işgalligini düşendirdi. Hem de bir yerde bu meseleyi kartı hem de bizden halkımız kanda bu düşünmemiz gerek hazır. Bizden şu dünyada muştumuzni uralaydigan bir ali organımız, birlik kelgan ali organımız buluş gerek. Bir kopap men Xitoy vatandaşı Xitoyning pasportini ip chiqqan ekan men Jungolik hisoblanma. Uyg'ur degan Jungoning eri. Bu nima degan gap? Bu nima degan sharmanda gap? Masalan, Xitoyda shunday gap yo'q. Xitoy milliy ko'z qarashga kelganda umumlikka ega. Bu Gomindan bilan Gongsandan shunday so'qashdi bir-birisidan. Bizning masalamizga kelgan chaqda taslim bo'lib Gongsandan o'tkazibadi bizni. Mustaqil bo'lib ketinglar. Ma düşmanimga qolganda mala mustaqil o'tkazsin demedi. Milliy ang, milliy manfaatga mana bo'ladi. Har qanday biz Xitoy bilan yaqin do'st bo'lishimiz mumkin, ammo bizning masalamizga kelgan chaqda yo'q deydi bular. Demişken dese javob yo'q bunda. Bu shunday bo'ladi. Bu mening yerim deydi. Ammo ya bizning yerimiz. Bular besib olgan bir zamin. Har qanday yaxshi Xitoy bo'lsa, biz bununla bu meseleyi kelgan chaqda bununla qarshi tura olishimiz kerak. Ama bu Xitoy bilan bo'lgan do'stligimizni, shaxsiy do'stligimizni ayrim qilishimiz kerak. Milliy davadagi milliy dava meselesindeki göz qarashimiz bizningmi Xitoylarchilik bo'lishi kerak az deganda. Meni demoqchi bo'lganlarim shu, rahmat. Bo'ldi, To'g'liqqa bu vaqtda seninki bir o'zingning fikring bormi, ko'z qarashing bormi? Men bu yerda İlyarning gaplariga asosan qo'shilmay, hamda birla qistirib qo'ydigan yerim, hamda Abay N7ning masalasini o'tirib qo'ydim. Endi bu masala qarta mening tushuncham qanday deganda, bu Abay İlyar deb o'tganda N7 degan bir dunyoda demokratiyani taqdirlagan bir organ. Bu organningki azroq iqtisodi bor. Bu iqtisoddan endi Uyg'urlarga faqat azroq bir qismini berdi. Endi şu azroq bir qismini ishlatib, shuningdan foydalanib, bu yerda naaytimish Uyg'urlarning ichida naayt bir cho'ng kuch paydo bo'lib qoldi. Bu kuch nima deganda, xuddi butun Uyg'urlarga orzu qilayotgan narsa bir demokratiya. Ya'ni shu Xitoyning zulmidan qutulib, bir Xitoy shunday bir demokratiya hamda kishilik huquqlarni hurmatlaydigan bir shaklni hozirlasak bo'ldi degan narsani taqib. Men albatta demokratiyaga men qarshi emas. Men o'zim demokratiyada yashayapman. Demokratik sistemni men chin qalbimdan yoqtiraman. Kishilik huquqmi albatta shu insoniyatning ichidagi bir nihoyatda muhim bir masala. Buni jazman hal qildi. Lekin kishilik huquq masalasi dunyoning har qaysi yerlarida bo'ldi. Meyli qayada oldu hem de aile içinde er-ayol sokuşup gelip mesela Uygurlarda ayallarını ançı-mınçı koyduğun işleri var. Şundan mı? Şu mu kişilik hukuk katarı kırdı? Amerika'da mı biz Amerika'da yaşavatımız Amerika'daki kartellikler, Xitaylar ve başka her kandak milletler ulamı özellik kişilik hukuklarının davalarını kıvatıdı. Biz hem de bir yerde bizden kıvatkan davamımız abay deyip öttü. Bizning qilayotgan davomimiz mustaqillikni talab qilish davosi, mustaqilligimizni asliga keltirish davosi. Endi bu yerda bir qism endi shu Uyg'urlarning ichidagi o'zlarini rahbar davolanlar xuddi butun dunyoga vakillik qilib, dunyodagi butun Uyg'urlarningki qilayotgan davosi bir kishilik huquq davosi tarafga yetkazib kelayotganligi bu aniq bu. Buni endi xalqimiz tushunyapti deb qarayman. Shuning uchun u bu yerda tashkilotlarning ismlarini atamayman bu yerda. Endi bu yerda
tashkilot ishchiligi ma'lum shaxslar albatta o'zlarininki yaxshi ko'ngili bilan balkim ba'zilari oldi bilan biz bir kishilik huquqni bir kishilik huquq sharoitimizni o'ngishib olsak Xitoy bir demokratlashib ketsa andim bizga mustaqillikni beramdan keyin deb o'ylab qolganlarmi bo'ladi. Bu tushunchami xato? Nima uchun deganda Abay İlyarmi deb o'tdi. Xitoyning tarixidan tortib Xitoylar degan o'zlarini bu ideya men diniy deyman, bu diniy kirib ketgan bir tushunchasi bor. Ular nima deganda Xitoy degan shu dunyoni so'raydigan millat degan bir tushunchada ular. Xitoydan boshqa har qanday millatni o'zlarininki ularga o'zlarining ichida demokratiya, o'zlarining ichida demokratik sistem, kishilik huquqlarni qo'llaydi, lekin Xitoydan boshqa millatlarga hargiz unday narsani bermaydi. Vaqtlicha balkim aldab qiladi. Buni ham bizning tariximizda o'tgan Xitoy kommunist shu Sharq Turkistonni egallab olgandan tortib dastlabki vaqtlarda demokratiya shu asonlik millat deydi-ku, hamda yerlik millatlarga erkinlikni beramiz, yerlik millatlarga hatto mustaqillikni beramiz, o'zining taqdirini o'zi belgilaydigan huquqlarni beramiz degan va'dalarni biz mening dadalarim ko'rgan uni. Men o'zim kichik vaqtimda shularni ko'rgan. Bir baravar bo'lib ketamiz. Endi mushuncha 70 yil Xitoyning 70 yil zo'ravon qilish jarayonida shu narsalarni isbotlab bo'ldi. Bizga undaq narsani qat'iy undaq narsani bermaydiganligi. Faqat hozir nima deganda aldayapti bir og'iz gap qilib. Ya'ni Uyg'urlarning ichidagi bir qatim irodasi bo'shlarni aldab, buni aldayotganlarning ichida kommunist Xitoylar bor, nima, demokratik Xitoylar bor, Tayvandagilar bor, Xitoydagilar bor, chet eldagi shu Xitoy tashkilotlarining mutlaq ko'p qismi. Ya'ni shu ko'z qarashda. Men shunday qarayman bunda. Bunun da konkret misallarını keltirib o'tgan bo'lsak, o'tganda shu Uyg'ur jamiyatlarida, Uyg'urning ba'zi bir jamoatlarda, jamiyatlar deymiz-da, Amerika Uyg'ur birlashmasini eg'izga olay, shu Amerika Uyg'ur birlashmasining ichida bir qismlar Xitoylarga appoq-chappoq bo'lib ketgan. Xitoy demokratchilari. Lekin bu Xitoy demokratchilarining og'zidan bir eg'iz Sharq Turkiston degan gap chiqmoqmidi? Sizlarga mustaqillikni beramiz degan gapni chiqmoqmidi? Nima va'dalarni berdi deganda oldi bilan biz bilan birlashib andiga keyingi mustaqil bo'lamizlar, yana bir keyinchi o'ylashsak bo'ldi degan. Bu gaplar 30 yildan burun bo'lgan. Men masalan bir misolni keltirib o'tayim, shu 30 yil emas, 27-8 yildan burun mushada bir Xitoylarning demokratiychilardan oshgan bir yig'inga bordik ashadi-ku. Men shu yerda bor. Ashadi borsam, bu yerda u yerda o'tgan Uyg'urlar Xitoylardan jiq. Biroq ashadi bir qancha Xitoy kelib kelib bu yerda chiqib og'zidan eksportlarni chiqarib, ashadi andikin biz birlashib ish qilaylik. Ondaq degan gaplarni qildi-da. Shuning unda andiki men ashadi bir savolni so'rdim. Sizlar bilan birlashishningki asosimiz nima bo'ldi? Bizning mustaqilligimizni xohlamsizlar, xohlamamsizlar degan savolni so'rdim. Ashadi o'tdagan bir 10 necha Xitoyning birisi qilib buni xohlaymiz demaydi. Hatto bir keyin bir ayol ismini chiqardi, ayol chiqib ayada u mustaqillikni biz keyin o'ylashsak bo'ldi deyapti. Shuning bilan men ashadi dedim, sizlar demokratik emaskansizlar. Chunki sizlar yana Xitoy kommunistik mustamlik bir ideyalar sizlarda borki, nima uchun sizlarda hozir hech nimalar yo'q dedim. Hech nimalar yo'q turib, biz bilan birlashimiz deb turib, yana ashada bir mustaqillik degan gapni dalamisanlar, sizlar Xitoy kommunist bilan nima farqing bor deb ashada shu savolni qo'ydim. Javob beramiz qo'shmoqda. Demak bu mening hamda balkim mening shaxsiy ko'z qarashim bo'lishi mumkin. Shu ko'z qarashni yana to'g'ri deb qarayman. Biz Xitoy bilan hargiz birlikda ish qilolmaymiz. Gomindan Xitoy bo'lamdi, Gungsandan Xitoy bo'lamdi, yoki demokratik Xitoy bo'lamdi, yoki boshqa kishilik huquqni qo'g'daymiz deydigan Xitoylar bo'lamdi, yoki boshqa niyat. Bular biz bilan hargiz birlashmaydi. Chunki bular tarixdan tortib bu Uyg'urlarni Sharq Turkistonliklarni bir dushman deb qarab kelganlar. Ular diniy sinib ketgan bir hukm. Endi oxirgi nuqta nima demoqchi bo'lganda Abay İlyarmi shuni deb o'tdi. Biz gap o'zimizda.
özümüzde yana iş boşançılıklar var. Nima üçün Xitoy shu gapni demaydi-ki, bizning og'zimizdan shu X word degan narsa biz nima uchun bizning og'zimizdan chiqadi? Bir X word to'g'riliq men nurg'un gaplarni deb o'tdim. Mana Abay İlyarmi deb o'tdi. Biz shu 20 necha yildan burun Amerikada hech qanday Uyg'urning og'zidan X word chiqmadi. To'g'rimi? Ma gapingga qo'shilaman. Men hozir nima bo'lib ketdi deganda Radio Free Asia degan shu biz shunchalik kuchab qurgan ashuningdan ashuningki nimalar chiqib chiqqanda X wordni o'zining og'izlaridan chiqargan bo'ldi. Uyg'ur tashkilotlarining ba'zi bir rahbarlari mu ashada xalqlar bilan o'tirib so'zlashgan chog'da ashada o'zlari demismi demagan yerga yaxshi, lekin xalqlar degan chog'da to'g'rilaydigan odamlar nihoyat oz chiqyapti. Nima deganda bu qanday bo'lib ketdi deganda mushtaq ketavergandan keyin anglag'uvchilar bular X wordni ishlatsa bo'ldi ekan, shuni qabul qila oladigan tushuncha bo'ldi. Shuning uchun Pompeoning og'zidan mi chiqyapti hozir, Rubioning og'zidan mi chiqyapti, shunga o'xshash ba'zi bir senatorlarning og'izlaridan X wordlar ancha-muncha chiqadigan bo'lib ketdi. Shu yerda o'tganlar nima uchun ashada to'g'rilab bermaydi? Ashada bir leg'iz gap, bir email ketdi. Masalan, sen o'tgan o'g'ling orqali bir nimaga senatorga bir senator xat yozgancha ashada degan. Ashada bir leg'iz gap ketdi. Ma u it's gonna hurt us. Bu X wordni ishlatishning o'zi Sharq Turkistonning kishilik huquqini dafsanda qilganning eng chong nimasi degan tushunchani desak bo'ldi. Men har qanday bir chet ellik bilan paralashib qolsam, mayli kim bo'lishi qat'iy nazar. U avliyo men asqatib qo'yma. Mishada bir qo'shimcha qilib endi bu har o'zimizningki, shaxsan o'zimning fikrim. Men shu X wordni, ya'ni bu yerda X word desak ba'zilar nimaki deb qolmasin, shu atalmish Xitoy qo'yib bergan ism Şinjan degan ismni, Yangi Zimin degan gap. Yangi Ziminni qo'llanishni men qanday tushunaman desam, mushu ismni qo'llangan va yoki qo'llanishga qarshilik bildirmay sukut turganlarni men qanday qarayman desa, bu yerda bu haqorat deb anglab qolsin mayli. Mushundaq insonlarni men qanday qarayman desa, sen haromdan bo'lgan deb birisi ismini sen haromdan bo'lgan desa, boshqalarga o'rib mening ismim haromdan bo'lgan degandek bir gap deb o'ylayman bu yerda. Bu amaliyotda bir insonga sen sharafsiz bir gapni qistirib o'tay, Ümit'imdan bir gapni qistirib o'tay. Misol X wordni ishlatganlik uchun o'tganda bizning birisi shu vaqtda shu gapni degan, men ashunga yoqtirdim. Biz degan Sharq Turkiston degancha ona vatan. Sharq Turkiston vatanimizni onamizdek ko'rish kerak. X wordni ishlatganlikning o'zi onangni bir nima qilma degan chog'da qarab o'tganlik bo'ldi. Manda ig'zash deganda shular. Birisi onasini nima bir nima qilibmi degan chog'da qarab o'tganlikqa o'xshashli gap. Manda tushunib kerak. Ya men shu ba'zi masalalarni bu bizning Uyg'ur xalqiga dehqon tili bilan tushundirmasak bo'lmaydigan bir holatga keldi-ku. Masalan, mishada har qanday insonning haqqini bermasak bo'lmaydi. Mana Solih Xudoyorninki mishadagi nihoyat jasorati bu qilgan ish to'kisini maqtamasak bo'lmaydi bu yerda. Ma yaqinda Steve Bannon bilan bir intervyu o'tkazdi. Buni hammanglar ko'rdinglar. Steve Bannonni Steve Bannon Amerikada o'zinglar bilsizlar nihoyat muhim siyosatchilarning birisi. Hatta Trump'niki advisor maslahatchisi bo'lgan bir odam. Hozir o'zininki bu intervyu programmalari bor. Steve Bannon ashada East Turkiston dedi. Sharq Turkiston deb atadi. Bu yerdagi bir tipik misol nima degan chog'da sahabay deganda bizning qanday o'gitishimiz, bizning shu haqqa qanday degizishimiz hamda bu yerda. Shuning uchun hamda bu Sharq Turkiston deyish bu yerda bir sharaf masalasi bo'lib qoldi deb qarayman. Yana bir misolga ism kelib qoldi, Davitay. Gardner Bounton bor, shu vaqt Uyg'urlarni tadqiqot qilgan bir olim bor. Uning bilan men 20 necha yildan burun shu o'zi bir yangi kitobni yozgan chog'da bir yig'indi bo'lgandim-ku. Ashada bu X wordni og'izdan chiqarganda men shuni oldiga berib, "Voy, mayta chiroyli" dedim-ku. "Ma gapni eng yaxshisi siz demagan bo'lsangiz, chunki bu bizning millatimizni Sharq Turkistonni ag'dargan so'z degandan keyin u odam voy
Apo so'rab, shuningdan keyin o'to'g'irliq bir og'iz gap qilgan. Keyin andiki 20 necha yildan keyin men yana bir yig'inga borsam, haliq odam ashada sahnada so'zlatdi. Keyin sirtga chiqqandan keyin men yer chaqirib keldim. Siz o'z vaqtida menga va'da bergandingiz bu. Nima uchun yana X wordni ishlatsiz? Demak, shu o'zgarib bo'lgan odamlarni borku. X wordni demaydigan odamlarni eng oxiri kelib 20 necha jarayonda yana qaytadan deydigan o'tdi. Sen abay nihoyatda yaxshi misolni olding. Meningcha varku bu g'arbdagilar degan kishilik huquqni hurmatlaydi. Eğer sen senin her qanday avliyo bo'lib ketsin, prezident Trump bo'lamdi, Donald Marco Rubio bo'lamdi, Pompeo bo'lamdi, nurg'un her qanday senatör bilan so'z ketganda bir qitimlik ketdi. To'g'ri. Bu gapni ishlatmagan bo'lsangiz degan nihoyatda chiroyli bir leg'iz gap qilgandan keyin ala ikkinchi qitim chiqqanda ani demaydi. Amerikaning tarixini keladigan bo'lsak, bu yerda yana konu gaplarni deyishib turdik. George W. Bush East Turkiston degan. To'g'ri. Bill Clinton East Turkiston degan. Jimmy Carter East Turkiston degan gaplar. Nima uchun hozirqilar degizamidik? To'g'ri. Bu masalani o'zimizdan ko'rishimiz kerak. Shuning uchun men abayqi gapni yana deyman. Aşağıda birisi X wordni ishlatgan chaqda qarab turganliklarni o'zi anangni bir nima qilayotgan chaqda anangni bir nima qilayotganda qarab qo'ygan o'xshashlik gap. Mundaq haqiqatan endi bu bir sharaf masalasi bo'lib qoldi. Bu yerda insonlarga bo'libmi Turkiyada turkcha bilganlar undan biladi. Sharafsiz deb tilisi bek ig'ir keladi. Bu qon jidal chiqadigan bir gap. Amaliyotda insonninki qilayotgan ishi, har bir insonning qilayotgan ishi sharaflik ya sharafsizligini o'tirib qo'yadigan narsa-ku. Bu X wordni ishlatgan odam hisobda bunday aytgan chog'da bir sharafsiz hisoblanadi bu yerda. Shu ismni hatto ishlatgan ya ishlatishga yo'l qo'yganlar. Endi bu yerda oxirgi mazmunning oxirsin ulab bir savol o'tdi-meda, ya'ni oydinlashtirib o'tgan masalamiz. Hozir endi to'liqqa ilerka bu Sharq Turkiston surgundi hukumati hammamizga ma'lum, endi o'xshamagan mush Amerikaningki hozir asosiy jihatdan 90% dan o'shiq millat vakiliga biz Sharq Turkiston surgundi hukumatiningki asosiy irodasininki, ya'ni Sharq Turkiston xalqining irodasining mustaqillik ekanligini bildirgan xatlarni avatdik. Bo'libmi shu lagerlar masalasi to'g'riliq, undan keyin bu bo'libmi Uyg'ur qonuni ninki hozir buni besqib qoldi. Bu ayrim bir tema Uyg'ur qonuni to'g'risidagi so'z. Ammo shu Uyg'ur qonuni kongressdan o'tadigan vaqtda biz o'xshamagan uslublar bilan Sharq Turkiston surgundi hukumatining nomida, Sharq Turkiston surgundi hukumati bosh ministerligining nomida, hatto butun Sharq Turkiston surgundi hukumatidagi g'olliq xizmat o'tayotgan qarindoshlar, masalan, oilalarimizning nomida, shaxsan buningda hammamiz bilamiz, o'zlarimizning nomidan xat yozdik millat vakillariga. Endi mushu meningcha bu ishlarda yetarsiz bu albatta. Bu yerda bir Sharq Turkiston surgundi hukumatiningki nomi bilan yozgan yoki bizningki Ümit Uyg'ur ya İlyar Şemsiddin ya Tug'luq Abdurazzoq oilasidan yozgan yoki bir qancha Uyg'urninki bu Uyg'urlarning Sharq Turkiston xalqining umumiy irodasining mustaqillik ekanligi, bu yerda bir inson haqlari talab qilish, kishilik huquq talab qilish emas. Ya'ni bu yerda kishilik huquq, inson haqlari talab qilish nimaga olib qo'yayotdi desa, Xitoy bizga azroq bir sistemni yumshatib bersa, biz mushlar yashab ketishga rozi degan ma'noni berib qo'yayotdi. Hatto buni ochiq oshkora muxbirlarning oldida biz Sharq Turkiston xalq mustaqillik talab qilmadik deganlarmi bo'ldi hamda bu shu inson haqlari da'vosi qilayotganlar xalqimizning nomini saqqan ishlar bo'ldi. Mishada Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri bo'lish sufti bilan, masalan, Ilyarka sen Sharq Turkiston surgundi hukumatining parlamento raisi bo'lish salohiyatinglar bilan xalqimizga qanday bir so'zinglar bormi? Shada shu milliy ruhni kuchlantirish va bu bizning asosiy xalqimizning
qalbidagi nishonimiz, qiblimizning mustaqillik ekanligini bu demokratik ellarga bildirishda yana nimalarni qilishimiz kerak va nimalarda ojizlik qilyapmiz. Buningda Sharq Turkiston surgun hukumatı yetarli xizmat qilyapti. Bu to'g'riliq albatta bugun endi buning tafsiliy javob berdiganga vaqt yetishmaydi, lekin bu to'g'riliq mening ko'z qarashim qanday deganda buni bir qancha odam yoki bir qancha tashkilot qilib ketaoladigan ish emas. Nima muhim deganda, yana abay degandek xalqimiz, men shunday ishonaman. 99%dagi Sharq Turkiston xalqi mustaqillikni xohlaydi. Lekin shu 99%dagi Sharq Turkistonga shu o'zining shu mustaqillikni xohlaydigan irodasini shu g'arb dunyosiga yetkazaldimi? Xitoy xalqiga yetkazaldimi? U savol kelganda javobi yo'q. Uningga hech qanday yetarli ishlarni qilolmadi. Shuning uchun nima qilish kerak deganda, hamda tashkilotlar albatta Sharq Turkiston surgun hukumatini o'z ichiga olgan Sharq Turkiston surgun hukumati andin shu dunyoning har qaysi joylik tashkilotlar shu buni biz boshlab beraylik. Biz ashtaq bir nusxani, xatning bir nusxasini tayyorlaylik, uni inglizcha, ruscha, har xil tilda tarjima qilib tayyorlaylik. Lekin meningki shu xalqimiz qirilgan murojaatimiz shu xatdagi mazmunni, masalan, u xatning asosiy mazmuni nima degani Sharq Turkistonning mustaqilligini talab qilamiz degan, shuni turayotgan har qaysi davlatning rahbarligi shularni yetkazish kerak boshqa. Endiki shaxslar bo'lgan bo'lsa, har qanday bir chet ellik bilan uchrashganda yoki so'ktirgan paranglashda shu maqsadni hargiz unutmay shuni yetkazib turish kerak. Shu ishni qila oladigan bo'lsak, biz nihoyatda bir cho'ng ishni qilgan bo'lamiz deb qarayman. Undaqsan to'g'liqda ma gapingdan shu chiqib turdi. Masalan, bu vaqtda nurg'un munoziralarni muzokaralarni qilishdik. Mushuni bir xalq orasida bir kampanya, nima deymiz biz, hemen kampanyani topolmay ketdim. Uyg'urcha kampanya deydik deb aytadiku endi. Mushu kampanyanga g'ulg'uli qilsak, mushuni uchun xalq orasida umumiy bir harakat keltirsak, mushuni to'xtamay tashviq qilsak, meningki shaxsan arzuyim, mening ilarkamning savolini so'rab qo'yib, menga xit qoldim. Bu yerda hozir bizning qila oladigan xalqimizningki har bir shaxsning qila oladigan nurg'un ishi bor ekanda, bu yerda endi. Bu cho'qim bir tashkilotga yoki bo'lmasa tashkilotlarga hech qanday a'zo bo'lmagan o'z oldiga irodasiz xizmat qilayotganlarning qila oladigan bir ishi bor-da. Masalan, bir $100, $50-60 chiqim chiqarib, shu bir abzas narsa amaliyotda. Hatta sen degandek biz Sharq Turkiston surgun hukumatı buningki o'rnakni chiqarib beraylik. Shu o'rnakni kopiya qilib, uchirgan o'zi yashayotgan davlatlardagi uchirgan xalqqa, hatto o'zlari yashayotgan shahardagi shahar boshliqlariga yo email orqali yoki bo'lmasa yonchug'ida 100 tal shu varaqchini ko'tarib olib, Sharq Turkiston masalasini anglatish maqsadi bo'lsalar, shu Uyg'ur qarindishimizdan shu qog'ozni tili bo'lmasin shu tilda shu qog'ozni tutqizib qo'yish o'zi bir hozirgi inqilob deb qarayman men. Chunki hozir Sharq Turkistonning mustaqilligi talab, Sharq Turkiston xalqining umumiy irodasining mustaqillik ekanligini xalqaroga, sen degandek hatto Xitoylarga, dunyoning har qaysi yeridagi insonlarga Sharq Turkiston xalqining umumiy irodasining mustaqillik ekanligini bildirish o'zi bizning eng cho'ng inqilobimiz bo'lib qoldi deb qarayman hozir. İleride bunu sen qanday qaraysan? Ya to'g'ri dedinglar, bu yerda shu bizning xalqimizda bir egizpastlik bor, ranjigan olmaydi, chunki har qaysi davlatlarda, har qaysi tarbiyalarda uningdagi biz mustamlika ostida uzun yashab ketdik. Shunga o'zimizning ichida bir muncha masalalarimiz bor. Hamda hozir
şu hemmisi birlikteydi, hemmisi müstakillikteydi ya. Dağıgan diken bütün müstakilçilerin hemmisi bir yere gelip bu bizimki Şarkı Türkistan'ın bir en ali organını kurup çıkış gerek diye de kalan teşkilatlarımı bu şu ali organının ruhsuz kalayımkan sözlemesi gerek, kalayımkan beyanat vermesi gerek. Bütün işlağa, görüş devlet işleri bilen, başka devletlerden görüşüdüğün işlağımı bütün Şarkı Türkistanlık, Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek milletlerindeki vekiller bir araya gelgen bir ali organımız biz Şarkı Türkistan sürgündü hükümetine şunda kılımız diyen gayi bilen mangan ama nurgun özanglar köydünglar tafsilatını sözlep oturuşku vaktimiz yetmeydi. Bu buzgunçuluklar bilen uyak paçlap bu yak paçlap bir yere geldi. Bu bir buluş gerek. Bizden bir ali organımız buluş gerek. Muşunda bu vaxtıda hazırki ciddi vaziyetke biz özümüzün milli iradesini oturgu koya alayımız. Bununla erkindek fırsatçılarga fırsat vermeyimiz. Bütün halklara bilir ki Şarkı Türkistan'ın en ali organı mana şu Şarkı Türkistan sürgün hükümeti. Bunu bütün diasporadaki Uygur Kazaklar kabul kılgan bir orun. Muşunda kılgan vaxtıda, muşunda bir çakırık kılay, muşunda bir yığılga vaxtınızda eğilik oturgu vazife elip kirgen buzgunçular çalınıp bir yak çıkıp kaldı, olanın gibi ötmeydi bu yerde. Manimende bir çıkıp kaldı. Yağan müstakilçiler mi manimende çıkıp kaldı. Biz bu işi işte kılışımız gerek. Hem de Şarkı Türkistan'ın müstakilliği hemimizin gözüge ters görünüşü mümkün. Ama bir filmi bir çaşkanlığın kokudu. Aşını veyran kılıp iterleydi. Fil dünyanın küçük hayvanlarından birisi olsun. Onun için bir tamnımı günde tepeyle versene şundan mezmut tamne. Bir gün örüldü şu. Şu biz hazır meyli az olaydı, küçümüz aciz olsun. Biz birlik gelip bu cümlenin royu bilen hareket kısak. Bir günü öğretimiz biz Xitayni. Doğru. Hem de hazır ileriki to'liqqa ben nihayet bir yaxshi nokta kelib qoldik mana suhbatimizda. Hem de hazır shunchalik mana shu Xitoy virusi to'g'riliq hem de hazır Sharqi Turkiston davası, Şarkı Türkistan ismi, hatta Uygurlarınki ismi sahnelerden çıkıyordu. Hem de bütün dünyada şu Xitay virusu sözülüyordu dünyanın hem yerinde. Çünkü insanınki hayatı bilen münasebetlik bolganlıktan bu insan hazır ölüş yoki yaşaş o'tirisidagi bir mücadele veriyordu demdi. Hem muşunda bir şarayitda Şarkı Türkistan'ın gibini kısak, hiç kiminin kuluğuna hoş yapmaydı deydiğen bir sepsiyatı çıkıptı hem de bu insanların arasında. Hem de bu Şarkı Türkistan hazır dünya emeliyatta bu Xitay virüsü sebebinden dünyada burun Xitay'ını dost dep bilgenler ya bilmegenler Xitay'ını resmi biliş yetti. Hem muşundak bir şarayitda, muşundak bir fırsatda Şarkı Türkistan müstakillik davasıga qanday xizmatlarni qila olishimiz kerak biz. Ve eğer biz muşu fırsatni qo'ldan ketkizsek, hatta bu Xitoyga bo'lgan nafrat tushunchilik kuchlangan mushundaq vaqtda yana biz inson haqlari, kishilik huquq, self determination, o'z taqdirini o'z belgilash deb yursak, agar yana mushu safsatlarga ergishib Şarkı Türkistan'ın müstakilliğini qo'lga keltirish uchun irodani bir yerga akilaymasak, xalqimizningki birligini bir yerga akilaymasak, qandaq oqibatlar bizni kutib turadi masalan. Nima qanchalik biz o'ylamagan xatarlar bo'lib qilish ehtimoli bor. Bu haqda fikringlarni so'ragan bo'lsam. İlyar. Ya Ümit'ten hazır oturup koygan meselelerini burundan dep kelinayotgan meseleler bu. Bu Xitay'nınki Xitay bir milletini yaşatış garizı yok. Hemmisini özüge okşaş kılıp yokutuş tarihten bir açta geldi vardır ki Xitay milletimi bu yalnız bir millet emas, nurgun milletlerini yep müşahedetle geldi bular. Başka milletlerinin milli varlığını kabul kıla alaydigan bir millet emas bu. Şuna bularni garip milletlerine okşutup durup göz aldığı bir Angliyani yoki O'risini keltirib turib biz davani qilsak mayolga ma maqsad ketimiz degan bo'lmaydi bular bilan. Bulardan uzul kesil qutulmasdan turib bizning millatimiz milliy borlig'ini bu o'zininki
örp adet deymiz, tili deymiz, hiç kimse uğdap kalanmaydı. Xitay bizni özgü okşaş kelip katırcan buludu. Muşu iki yolunun otursu da biz. Ya müstakillik, ya yok oluş. Doğru. Bu Avrupa milletlerine okşaş bizni avtonomiya verip, o avtonomiyada millet bulamı adam boğan dikin, bulamı ve toprağının ilgisi boğan dikin, bulamı özünki örp adetinden erken azarı yaşaş hakkı var deydiğen an, milleti yok. Bu millette nait yaxşı adamlar buluş mümkün. Ama bizim meselemizi gelgen çağda ma millet yaşasın deydiğen Xitayını badep qaramayım hemen. Doğru. Endi bu yerda men senin sualın to'g'riliq nihoyatda cho'ng savolni sording. Bu to'g'riliq yana bir ayrim bir fursat chiqarib tafsiliy paranglashsak bo'ldi deb qarayman. Ammo bu to'g'riliq men qisqacha javob bersam, şu Xitay virusdan foydalanib Xitay aytdi, şu Uyg'urlarni şu teltüküz qirib etadigan bir xatarlik var. Hem de hazır Xitayning qilayotgan tashviqotligi yağanlığı aniq. Hem de mesela bütün dünyada 200 bu Xitay virusi 202 davlat ve territoriyaga tarqalib bo'libdi. Lekin Xitayning qilayotgan tashviqoti nima deganda, ularda hech qanday narsa qolmadi degan. Hatto ba'zi kunlari birsiga yuqibdi degan ma'lumotlarni beryapti Xitoy. Albatta bularning hammasi yolg'on. Ammo o'tganda mush to'g'riliq kim bilan bir suhbatlashgan deyishdik. Agar mushu Xitoy virusi Sharq Turkiston kirib ketib, tarqalib ketadigan bo'lsa, agar biz jimli o'tiradigan holatda bo'ladigan bo'lsak, shu virus orqali Uyg'urlarni qirib etish ehtimoli bor. Chunki hozirgi ahvol nima bo'ldi deganda, u o'tgan yilning ahvoliga o'xshamaydi. 3 million Uyg'urlarni lagerlarga solab qo'yibdi desa, o vaqtlarda dünyada davran silingan. Eğer hazır bir lagerlarga virus taqab ketibdi degandiki Xitoy ashadan qo'rshab yo'qdi asimi xalqaradan jim o'tirdigan ahvol bo'lishi mumkin. Chunki hamma odamning hozir o'z oldiga dadi bor. Shundaymi? Amerikada 1 millionga yaqin odamga yuqibdi mana. 1 millionga yaqin odamga yuqumlandi degan so'z. Uningda 50 mingga yaqin odam ölüptü degan xabarlarni bugun ko'rdim. Ammo shunday ahvollar ostida u Xitoy diki bir o'lkada falonchi million o'libdi degan xabar haqida ko'ngil bo'lamda, bu xalqaro ko'ngil bo'lmaydi. Shuning uchun biz qanday qilishimiz kerak deganda, mushtaq vaqtlarda biz har qanday fursatdan xalqaro to'xtab qoldi demasdan, har qanday fursatdan bizning Sharq Turkiston xalqining beshiga kelgan qirg'inchilikdan yo'qolish oldida turgan xatarlikni biz yetkizib kesmek. Texnik yetkizib kerak. Başkalar yaptırmadı o dep qarab tursak bo'lmaydi. Texnik ashuni o'ttirib qo'yib dep turganimiz bo'ldi. Bu yerda bu to'g'riliq jiq gaplarım bor. Endi yana bir masala to'g'liqga hozir meningki eng xatarlik deydigan narsam bu yerda mayli Xitoy virusi olsun, endi bu yerda dunyodagi butun insoniyat tugab ketmaydi-da, endi bu reallik bilan o'ylasak dünyada insaniyet kalıdı yanıla. İnsaniyetninki insanın özünün beden kuvveti, gücü sebebinin bu virüske takabül turalaydıgan insanlar mı çıkıdı, hayat kalıdı ve şunun okşaş Uygurlarının hayat kaldığını kalıdı hem de. Hem de en xatarlik mesele bir yerdeki Xitay virüsüden saklış ya ki Xitay virüsüden ölüp ketiş meselesidir en xatarlik bo'layotgan masaladan birisi men manda deb qarayman. Bunun ham sizlarningki fikringizni so'rayman. Burun biz oxirgi qitim ishg'oliyatni qilgan vaqtimizda, masalan, Sharq Turkiston Cumhuriyeti Xitoyning oxirgi qitim ishg'oliyatiga tushgan vaqtida Xitoy kommunistlari besib kirgan vaqtida bu yerda Seyfettin Aziz, Burhan şehitlerden 2-3 milli haininden başka bu sahnede bir imza atkan adam yoktu.
Yani dünyanınki hiç kandak bir halkaralık bir teşkilat, Birleşken Devletler Teşkilatı ve yakımısı Avrupa Birliği diyendek teşkilatlar üyeli şahit olmagan. Biz Xitay bizni işgal kılıp aldı dep dava kılıp atımız hazır. Bizim mevcut şu toprağımızda bizim Republic of East Turkistan'ı, Şarkı Türkistan Respublikimizni, devletimizni işgal kılıp aldı davatımız, bu davanı kılıp atımız. Meyli aramızda bayı ilerikam dep ötketgendek ben Xitayning grajdanı pasportun toşuğanı ki ben Xitay grajdanı demeyin nimdeyme deydigan Uygurlar busun ve yakımsı Xitay meninki devletimden toluk çekinip çıkıp ketkiçe hatta çıkıp ketkendan keyin bizninki aqqan qanlarımızdan bedelini tölegichi bu mücadeleni qilaman, mustaqillik davalarını qilaman deydigan Uygurlar bo'lgan ve buludu. Endi en çok xatar degan yerim nima degan chog'da agar biz mustaqillik ruhiga ega insonlarni bir yerga keltirmay agar xalqimiz mustaqillik irodasini xalqaroga to'liq bildiramasak mening ansiraydigan yerim nima degan chog'da agar Xitoy ishki jihatdan pochilingan va yoki shu Xitoy virusiga o'xshash va yoki har xil sabablardan ya Amerikadagi bir davlat bilan urush bo'lish sababidan ve yakımsa işki uruş ve yakımsa taşkı uruş sebebinden Xitay parçalandıgan bir şey yapıp kalsa garip ellerinin qo'llashi bilan Amerikadagi davlatlarning qo'llashi bilan va yoki har xil sabablar bilan bizning Xitoy bilan bir ustalda o'tiradigan rasmiy chegarani ayiradigan bir fursat kelishi mumkin. Ya'ni Xitoy ishki jihatdan parchalansın ya urushda yengilsin, mayli qo'limizga qurol ilib kurash qilaylik va mayli siyosiy kurash qilaylik, qanday qilsak bu yerda bir kuni keladiki, Xitoy bilan bir ustalda o'tirib, chegarani ayiradigan, Xitoyningki vatanimizdan to'liq chekinib chiqadiganini muzokara qiladigan bir ustalga o'tiradigan kunimiz keladi, u aniq. Va shuning uchun mujodala qilyapmiz-ku. Endi şu o'tlagan ustalda yana 49 bizning oxirgi jumhuriyatimizda Gomindan olan bir ustalda o'tirib 11 bitimni tuzib Urumchiga 2 kunlik yaqagan chog'da mustaqilligimizni setiratgandek ustalda mag'lub bo'lmasligimiz uchun to'g'ri biz hozir xalqimizning irodasi bir yerga kelishi kerak. Shuning uchun bu yerda mening eng xatarlik tavotgan masalam bundan keyin shunda bir ustalda o'tirish to'g'ri kelib qolsa, ya'ni shu inson haqlari, kishilik huquq, demokratiya, o'z taqdirini o'zi belgilash deydigan safsatadagilar shu ustalga o'tirib kelib qolsa, xatari nima bo'ldi degan chog'da, bundan keyingi o'tirilgan ustalda yolg'iz Burhan Shahidi va Sayfiddin Azizak xoinlar emas, Birleşken Devletler Teşkilatı, Avrupa Birliği, Dünya İslam Teşkilatı'daki çoğu teşkilatlar bir yerde şahit oluşu mümkün. Doğru. Eğer şu yerde yeni bir kıttım Xitay bilan Rossiyaga kelib, Xitay bilan birga yashash uchun qo'l qo'yilib ketib qolsin bo'ldi degan chog'da biz bundan keyin Sharqiy Turkistonning mustaqilligini og'zimizga olamaymiz ekan. Bu endi hozir shu buna ait yaxshi misolni keltirding menimcha shu. Endi shundoq bir ustalda o'tirib qoldigan bir sharoit hozir bo'lgan chog'da ya şu hazır bo'yicha biz shunga tayyor bo'lib, shu ustalda o'tirdiganlarning hammasi mustaqillikni deydiganlar o'tirsak bo'ldi. Bo'lmaydigan bo'lsa, shu bizningki eng oxirgi nimamiz mushu bo'lib qoldi degan. Biz kurash qilyapmiz-ku. Vaqti kelgan chog'da qanday bo'ldi deganda, voy shundoq bir Xitoylar deydi-ku, shundoq az sonliq bir qism nimalar shundoq mustaqillikni talab qilganda, lekin mutlaq ko'p qismdagi Uyg'urlar yanada Xitoy bilan yashashni xohlaydi degan. Shuningga butun mencha shuningga borgu, shu butun Xitoyningki muhojiratdagi kuchlari shuningga tayyorlik qilyapti. Endi sana abay Birleşken Devletler Teşkilatı'nı eg'iz qalding. Hozir Birleşken Devletler Teşkilatı'nı kim boshqaryapti? Xitoy boshqaradi. Xitoy boshqarayotganligini aytdi aniq. Mana bizning shu Uyg'ur tashkilotlar 20 necha yildan beri shu NYD'ning pulini xashlab
Endikine bütün dünyadaki teşkilatlarını uyuşturup şu BDT'ye dava kılıp gelgendi. Hazır ne oldu ya? Şu ötken ayının içinde boğan ötken ayının içinde Xitayning şu nimesini vekilini ekilip kişilik hukuk ne başkurduğun nimege mühim orun tağızıp koydu. Hem de hazır Amerika mesela asasen BDT'ni taşlıp etti desek mi oldu? BDT'nin bergan pullarını kıskartılgan işler oldu. Hem de hazır Xitay tünün haber karsam Xitay degen şu BDT'nin haşlaydigan xirajatlarını biz kötürmez degan narsalar pullarni berishga başlaptı. Yani demek sen degende gapni bölüp Tuğluk'a hazır fakatla BDT'ninki binasının New York'ta qolganlığı yeri var. Ameliyatı Beijing'den başqarılıp ameliyat hazır. Ya Allah Beijing yütkep ketishi mümkün. Yütkep ketken taqdirda qanday oldu degende G'arb Yevropa elleri şu Amerika başlıklı Yevropa eller yana şu New York'ta olamdı yoki Yevropa'nın bir çoğun şehirde olamdı. Aşağıda şu haqiqiy Birleşken Devletler Teşkilatı'nı haqiqiy kurup çıktı. Manın da. Hem de o dünya seyyiye teşkilatının işini mi şemendisini biliyatımız o. Dünya ulamı ötkende President Trump şu berdigan 200 her yıl berdigan 240 neçe milyar dollarını kıskartılgan buldu. Hem de Xitay bunun koşup bunun pullarını biz berimiz de bir 30 milyon dolardaki pulunu berip tuttu. Demek dünyada müşken misallarını keltirsen yamancık misallar var. Demek o kişilik hukuk ne? Kişilik hukuk davasını kılıştıran bir tuyuk yol, mangmaydıgan yol. Aslında nime üçün yani biz özümüzle oğatmayımız. Özümüz uygunup A yolunda mangmaylı bulu tuyuk yol manganның nime paydası o en ahırı kelip Xitay paydı kıldı. Onun göre mavu uçuk mavu müstakillikka bir eriştireleydigan yani müstakillik şuarını götürüp çıkırgan bir yolga mangaylı demekçimen. Doğru. İlerike bu vakit sen kanda uzağının İlyar kitip kaldı o değil mi? İlyar kitip kaldı. Ya ben bak. Ya sizler ondan gap buldunlar. Menimçe vakitimi bir yere berip kaldı. Sohbetli bir şekilde çıksak olam dikide boylayayım. Hem de o aşında şu hazırki bu kişilik hukuk degen mesele hem de her bir devlette insanların kişilik hukukunu qoğdaydigan erkinlik bağ devlette akıdigan bir dava bu. Bu kemsitişte garip devletlerdi mi insan hakları deftendiçiligi bulmamdı degende buludu. Buğan bilen lekin kanunla bununla tedbir. Bunun için berip, bir sotku berip dava kılıp, bunun üstüden arz şikayet kılıp bu davanı yenip çıkış ihtimallığı var. Ama bu Xitayda insan hakları degen narsa mevcut emas. Hem de bu bizden halkımızın demokratik devletlerde yaşayatkanlar so'rab baksı oldu. Eğer senin devletenge bir taşkı güç bir kılsa sen aşağı bilen birlikte yaşap insan haklarını bäse razı olamsa desen hiç kim unda olamdı atımız bildeydi. Amerika kılamış neredeydi, Garip İslam neredeydi. Diyadaki mesele bizim bu milli dava aldı bilen biz işgaldan kurtuluşumuz gerek. İşgaldan kurtulmaktan durup bu insan hakları degen nersimi şekillenmeydi, o bir kuruk gap hem de. Eğer aşındak bir havip hukukasa bizden bu 70 yıllık kılan dava onun dikin tökülgen nurgun kan hemmisi Xitay demokratik hareketinin bir parçası bulup kulasınlık gidiyordu. Bu bizden için bek için işitmedi. 44 Şarkı Türkistan inkılabı nimde kulaslan dediyse Moğol'dan tarafından 3 vilayet inkılabı Cungu inkılabının bir kısmı hep neticelendi. Şunun için Gulcu'daki Van Kadir Bağ'da yani şu resimlerini Xitay komünistleri körgezip kıpırvatıp da bizden halkımızga. Özgertip apırıp. Mana to'g'ri dedim şu bizning endi qilmoqchi yo'qimiz vaqti kelgan chaqda muajiratniki 70 yildan beri muajirat qilib kelgan Sharq Turkistonliklarning ishi Xitoy demokratik inqilobining bir qismi deb qolmasin deymiz-ku. Deyilip qanmaslıkның kuruşu bu şamda. Şunda bop qanmaslıknınki.
Bugün müşakiçi bulsun mu? Bugünçe müşakiçi bulsun. Hem programımızdaki bugünkü bu söhbetimiz ait yaxşı oldu. To'liqqa ileriki sizlarga ko'p rahmat. Endi şu ahırda to'liqqa sen sizlar endi şu Sharq Turkiston bilsanglar Sharq Turkiston sürgün hökumətininki parlamento reisi bilsanglar Sharq Turkiston sürgün hökumətinin baş ministri hem şu xalqimizga emas hem şu tashkilotlarimizga mı qanday bir o'zinglarning qalb so'zinglar bor. Shaxsan men endi bir qalb so'zi degan chaqda inson xatolaşmaydi emas. Xatolaşadi. Tashkilotlar mı inson o'xshash xatolik o'tkazmaydi emas o'tkazadi. Masalan endi hozirgacha inson haqlari kishilik huquq degan bu da'volarni o'tib qolamiki. Şu azroq bo'lsa xalqimizningki zimmisdagi yukni aziltib qolamdiqki degan yaxshi niyat bilan shu da'voning ichida shu inson haqlari da'vosi, kishilik huquq da'vosi qilayotganlar bo'lishi mumkin. Bu insonlarning hammasi eski deganlik mazmun chiqmaydi. Endi shundoq bir xatolikni e'tirof qilish kerak. E'tirof qilib bir ahmıgan narsa bo'lgandan keyin bu o'tmagan narsaga endi bir uyg'unish kerak. Mushlarga nisbatan qanday bir tavsiyalaringlar bor? Grande pie? Oh, you can't order here. Yeah, I ordered already on Oh, phone. okay. What was your name? Ilyar. Okay. I need the room full cream and then half cream. Qani endi bu to'g'riliq meningki deydigan gap aytiniq. Endi bu yerda bizning endi Uyg'ur tashkilotlarining-ku bir endi bu yerda xatolik yeri nima deganda birlik degan shuarni yomon to'li deb amaliyotda birlikni hosil qilolmaydi. Kivatimizda endi bizda. Endi mening shu muhojiratdagi 30 yillik hayotimda shunda birlik degan shuardan aytib cho'ng to'lab eng oxiri bag'ansiri pochiladigan ahvollarni jiq ko'rdim. Bu yerda men misol keltirib o'tmayman. Shuning uchun mening demoqchi bo'lganim shu butun dunyodagi shu barliq tashkilotlarga endi qiladigan murojaatim nima deganda biz ideya jihatdagi mustaqillikqa bo'lgan birlikka kelaylik. Demak, tashkilotlar degan ayrim bo'laverdi. Biz demokratik davlat yashayapmiz. Amerika hukumatini oldigan bo'lsak, Amerika hukumatining ichidami nechiga parchalanib ketgan. Har qanday bir yig'inlar bo'lsa, kongresslar yig'inda yuradigan so'qish, jidal talash, hatto Trump ashada o'ttasimi odatdagi muxbir berib mesela xato qilsa degan gaplarni. Nima uchun biz demokratik davlatlarda yashayotgan Sharq Turkistonda shuni o'rganmaymiz? To'g'ri. O'xshamagan fikr nima bo'lsa nima bo'pti? Biz ma'lum bir tashkilotning nishoni mustaqillik bo'lgandan keyin shu mustaqillik irodani yetkazsakli bo'ldi emasmi? Nima uchun yana bir tashkilotni o'zimizga birlashtirma deymiz? Oqmaydigan yo'l u. Oqmaydigan. Shuning uchun shu birlik deganni albatta kuch birlikda, shundaymi degan gaplarni biz tamsillam babini uzun yildan beri aytamiz. Albatta hammadan birlashib bir nishon bilan qilsa mangsa bo'laverdi. Lekin hozir nishon aniq emas. Nurg'un tashkilotlarningki abay biz muzokara qilib o'tgandek ba'zilari kishilik huquqini hozir vosita qilib mustaqillikka erishimiz deymiz. Ba'zilar demokratik yo'l orqali asta vosita qilib aylanib alani ayirib qo'yib turib biz shu birlikni qildik. Tashkilotlarning birlashib bir odamning ostida qo'yish emas, u tashkilotlarning o'ttirib qo'ygan shu nishonining birligini İdeyalık birlik ideya shu nishon aniq olmaydigan bo'lsa, shuni tashkilotlar o'zaro ichida muzokara to'xta, mushundaq bir bizning mushundaq bir niyatimizni, mushundaq maqsadimizni yetkazaldikmi degan yer kelganda, mencha birlik avtomatik paydo bo'ldi. Chunki albatta eng cho'ng dushmanimiz Xitoy mustamliki. Bizning nishonimiz Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish. Buningda har qanday Uyg'urdan so'rsak, yo'q, unday emas delanmaydi. To'g'ri. Endi hozir mishada bir narsa muhim bo'layotgan xatolik nima desa, men endi nihoyatda uzun shu kechikchilar ba'zi uyqum kelmay shuni analiz qilaman-da to'liqqa. Endi nima uchun bizda shu birlik saqlanolmaydi degan chog'da bu yerda bir
samimiyetsizlikten kelib chiqayotgan bir narsa bor. Ham mushuni tuzitishimiz kerak-ku. Bizda kibrlik xalqmi ya bilmadim ya insonlarning orasidagi kibr manmanchilikdan kelayotgan narsami? Yengilganni qabul qilmaslik bor deyadi-ku. Endi hozirgacha bo'pti bir ahmoqam bo'lsa-mu shu boy deganimdek yaxshi niyatdan shu Uyg'urlarga xalqimizga bir inson haqlari, kishilik huquq olib kelsak, uningdan asta-asta ishlarimiz bo'p qolarmi deganlar yaxshi niyatidan qilganlarmi bor albatta. Shunda qilgan bo'lsa-mu, endi e'tirof qilish kerak-ku bu yengilganligini. Chunki bu 70 yillik bu shu ishg'oliyatdan keyin bizningki inson haqlari da'vosi qilib keldi bizninkilar. Bunda aytgan chaqda zulmga ezilishdan qutulishninki davosini qilib keldi, ammo mustaqillikning davosini qilolmadi. Bo'libmi shu oxirgi 25-30 yilning yog'i mustaqillik davosi bo'lmadi endi. Endi bu ahmoqan narsa bo'lgandan keyin bunga iqro bo'lish kerak, qabullanish kerak-ku, taslim bo'lish kerak. To'g'ri, biz ayni vaqtda xalqimizga to'g'ri tushuntira olish kerak. Ayni vaqtda biz mushtaq arzu qilgan, endi bu ahmay qoldi. Hatto Amerika, G'arb ellarimi Xitoyninki asli yuzini ko'rib yetdi. Bizmi asli maqsadimiz mustaqillikdi. Ammo mavu inson haqlari davosini qilib kelgandik. Bundan keyin biz nishonimizni to'liq mustaqillikka qarab mangdik deb samimiyat bilan to'g'ri yo'lga mangsa xalqimiz kechiradi bu insonlarni. Shu endi sening kibr deganing endi xatolikni e'tirof qilolmaydigan tarafimiz bor. E'tirof qilolmaydiganlik taraf bor bu. Sening apay degan gapingga bir qo'shimcha qistirib qo'yay dedim. Endi bu g'arbda shu g'arbda emas, muhojiratdagi Sharq Turkiston jamoati uchun mustaqillik uchun izchil da'vo qilib kelganlarni aytishib. To'g'ri. Ham bu yerda gap nima deganda abay siz biroq bir munozir qilib turibdi. Bu mustaqillik kurash qilish oson ish emas. Bu hozirgi davrda kishilik huquq davosini hammadan qila oladi. Lekin mustaqillik davosini ochiqdan ochiq qilish u nayt ters to'xtaydigan ish. Demakchi o'g'lim, endi oxirgi gapim nima deganda mening xalqimga qildigan murojaatim kishilik huquq davosi qilayotgan, demokratiyalashtirish davosini qilayotgan va boshqa davosini qilayotganlarning keyniga egishib ketgan Sharq Turkistonliklar aslida shu mustaqillik davosi qilayotganlarning keyniga to'plashaylik. Shularni qo'llaylik. Ularning tashkilotga kirishning hojati yo'q. Yo'qmi? Ideya jihatdan-chi shu bir qo'llaydigan bir irodani bog'laydigan bo'lsak, bu ish o'ng qarab mangadi deb qarayman. To'g'ri. Rahmat. Undan bo'lsa, oxirida Ilyarkamning bir so'zi bormi? So'rab o'tay. Ilyarka bir oxirida so'zlaydigan bir so'zing bormi? Ya rahmat. Asasen demoqchi bo'lgan mesajlar hammasi o'tirib qo'yilib bo'ldi deb o'ylayman. Yana patpat suhbatlarni qilib o'tiraylik. Bo'ldi. Menimcha bo'lgan vaqtida samimiy boshqa qarindoshlarimiz bilan ba'zi bir suhbatlarni o'tkazishimiz kerak. Endi bu mustaqillik davosini shu xalqimizga inson haqlarini qo'lga keltirish uchun qilayotgan bir kurash. Mustaqillik qo'lga kelmasdan turib, Sharq Turkiston xalqining inson haqlari qo'lga kelmaydi. Endi Xitoydan inson haqlarini talab qilsak, Xitoy inson haqlarini beramdi, bermamdi degan masala bor. Biz bermaydi deb qaraymiz. Bu Xitoydan inson haqlarini talab qilish, inson haqlari masalasida agar ilgirlash bo'lgan bo'lsa, xalqimiz shuni tushunish kerakdi. Bu 20 yilning yog'i inson haqlarida Xitoyda bir ilgirlash bo'lgan bo'ladi. Ammo aksicha butun xalqimizni mana hozir nazarband ostiga qilib, lagerlarga kirib, yoshlarımızın hammasini degidek aşındaq bir deptende qilyapti. Hamda bunda bir millat bilan birga yashashninki imkoniyati bormi degan masalada yo'q. Faqatla ayrilish bor bizda. Mustaqillikdan boshqa yo'l bilan Sharq Turkiston xalqining inson haqlarini qo'lga keltirolmaydi deb qaraymiz. Hamda yo'q, biz shu Xitoydan inson haqlarini Xitoyni demokratikleştirib inson haqlarimizni qo'lga ola olamiz deganlar bilanmi
oturup bir joldu paramız baksak buldu. Zaten kandak buldu bu mesele. Şu Xitay'dan şunda bir merhametli silah kandak silah. Diyen sualını %100 sonra baksak buldu %100 oturup. Bu mesela biz hemimiz şu birlik şeyken şu Şarkı Türkistan sürgünde hükümetini güçlendirip bir şu diasporadaki Uygurların bir Ali örgününü kurup çıkış hazırkı vaziyetinden takazzası dep qarayman. Rahmet. Endi to'g'liqqa undan olsa suhbatimizning oxirida takrorlab o'tay. Shu demak undan olsa kelishganimizdek biz davomli shu Amerikaning siyosatchilariga Amerikadagi nopuzliq insonlarga yo'llayotgan bizning Sharqiy Turkiston surgun hukumatiningki, ya'ni Sharqiy Turkiston xalqi mustaqillik talab qildi degan murojaat, ya'ni bizning xatimiz o'rnakni demak biz Facebook orqali chaplaydiganga kelishdik-ku. Unda bo'lsa Facebook orqali chaplab xalqimizga shu o'rnakni sunsak, undan keyin o'zlari yashayotgan yerlardagi siyosatchilarga dunyoning har qaysi joylaridagi faqatla shu o'zining imzosini almashtirib xalqimizningki mustaqillik irodasini dunyoning hamma yerida har xil, har to'shikka, har insonga yetkazish faoliyatini undan sonra bugundan başladık desek oldu da undan sonra. Bo'ladi, shuni shu bir necha kun ichida shu xatni tayyorlaymiz. Endi qolgan konkret uni tarqitish, qolgan ishlarni endi hozir bunga mayir bo'lib ketdik-ku, Facebook. Undan sonra Facebook orqali xalqimizga murojaat qilaylik. Undan sonra qarindoshlar undan sonra hammanglarningki qaytadan Ramazoninglar qilayotgan ibodatlaringlarni Alloh qabul qilsin. Undan sonra bütün xalqimizga Sharqiy Turkiston surgun hukumatining murojaati shu yaqinda Facebook orqali e'lon qilinadigan bizningki xalqimizning irodasi mustaqillik degan bu shuarni, ya'ni asli qalbimizdagi nishonni dunyoning har bir yeridagi har bir insonga bildirish uchun biz bugundan boshlab rasmiy harakatimizni boshladik desak bo'ladi. Buningga Sharqiy Turkiston surgun hukumatiningki Facebook tor betidan davomli ergishib turasizlar qarindoshlar. Hammanglarni Allohga emanet. Rahmat, Allohga emanet. Rahmat, hammanglarga Allohga emanet.